Yuk mashinasiga xavfsiz kirish va chiqish. Nega yuk mashinasiga xavfsiz kirish va chiqish muhim? Ko'plab haydovchilar yuk mashinasiga noto'g'ri chiqish yoki tushish natijasida jarohatlanadi. Sirpanish, qoqilish va yiqilish eng keng tarqalgan jarohatlar hisoblanadi. 3 nuqtali tayanch usulidan foydalanmaslik xavfni oshiradi. Ayniqsa qish faslida muz, yomg'ir yoki loy zinapoyalarning sirpanishiga sabab bo'lishi mumkin. Yuk mashinasiga xavfsiz chiqish. Bo'sh narsalarni yuk mashinasining o'rindig'iga qo'ying. 3 nuqtali tayanchdan foydalaning. Har doim quyidagilar bo'lishi kerak. Bir qo'lingiz eshik tutqichida, bir qo'lingiz tutqichda, bir oyog'ingiz zinapoyada. Sekin va ehtiyotkorlik bilan yuqoriga ko'tariling va ichkariga kirishda boshqa tutqichdan ushlang. Mos oyoq kiyim kiying. Sirpanishdan saqlaning. Yuk mashinasidan xavfsiz chiqish. Har doim 3 nuqtali tayanch qoidasiga amal qiling. Hech qachon sakrab tushmang. Bu suyak va bo'g'imlarga zarar yetkazishi mumkin. Shoshilmang. Tez tushish qadam bosilmasligi va yiqilishga olib kelishi mumkin. Yo'l chetidagi favqulodda xavfsizlik choralari. Yo'l chekkasida to'xtashda nima qilish kerak? Burilish signali. Blinkerni yoqib, boshqa haydovchilarga ogohlantirish bering. To'xtagandan so'ng 4 tomonlama favqulodda chiroqlarni yoqing. Yuqori ko'rinadigan xavfsizlik kamzuli kiying. Ogohlantiruvchi uchburchaklarni o'rnatish. Agar yuk mashinangiz 10 daqiqadan ortib to'xtab turadigan bo'lsa, xavfsizlik uchburchaklarini joylashtiring. Uchburchaklarni joylashtirishda har doim harakat yo'nalishi bo'ylab yuring. Orqangizni hech qachon harakatlanayotgan transportga qaratmang. Uchburchaklar ogohlantirish va yuk mashinasining xizmatdan tashqaridaligini ko'rsatish uchun ishlatiladi. Yo'l chekkasida xavfsiz bo'lish. Tunda ko'rinish uchun reflektorli kiyim kiying va yoritgich, fonar olib yuring. Atrofingizdagi harakatlanayotgan transport vositalariga e'tibor bering. Favqulodda chiqish rejasi tuzing. Yaqinlashayotgan mashinalar oldida qochish yo'lingizni rejalashtiring. Agar yaqinlashayotgan mashina juda yaqinlashsa, pritsep ostiga kirish eng xavfsiz qochish yo'li bo'lishi mumkin.